Hurmatlı Toshkent shahrining turg'unlari, sizdan mehmonlari. Musaqanov Bayhan Musaqanovich 2024-yili ko'rilgan ekan. Hozirgi kunda Bayhan Yunus 1,5 yoshda DCP ugroza deb kecha jaqinda Bishkekdan diagnostika chiqarib o'tdi. Hozirgi kunda Bayhan Yunus shu o'tirib o'tgan baladay bo'lib 1,5 yoshda o'zi chindaganda samostoятельно tamoq jeganda, anan o'zincha o'tirib koleskaga shunda o'tirsa dag'i innovatlikka uyqusudagi qijoat qilib jo'rchili. O'sha Toshkentdan kecha jaqinda ko'rindi deb Toshkentga shunday bir vrach kelib aytgan ekan, 4 seans bilan bu bala men ishni jig'ishi bo'lyapti, men o'zagi yana uzilgan umid Qirg'izistondan shunday borishgan ekan, Javobatga kelib ko'rgan ekan. Hozirgi kunda shu Bayhan Yunusga kichkina qo'l suunib yordam berib ketdingiz deb chaqirasiz, jana so'ranasiz. Hamkenidaga bunday mavzunda ba'zi joy bo'lsa bag'inday samostoятельно suylanib, ata deganga borganga harakat qilib turgan mezgil ekan. Biroq bola hech qanday ves qo'sha olmay, bir chaqala qishiyib, shunday o'zaklar o'shandan bo'lingizlar, qayerga qarayingizlar, sizlarga ma'lumot berib ketsin. O'sha men Musaqanov Bayhanning onasi bo'lim. Hozirgi uchurda bala ko'p o'sha bir yoqqa qiyshayib, anan keyin buttari gedi birigib, anan keyin o'sha eng oxirgi bunday Qirg'iziston bo'yicha 7 duanni qidirib, oxirinda Bishkekka bordik. Bishkekka borganda Bishkekda da vitaminlarni oldik. Anan balada bunday jilishini bo'y, anan o'sha biz Toshkentda o'sha yoqdan o'qib, gruppalarına qo'shilib, ma'lumot olib, anan keyin o'sha Oshko Bishkekka kelayotgan, anan oxirgi uchurda o'sha elning suranichi menen o'sha Жалал-Ат областына kelganda biz borib ko'rinib, balani aparib ko'rsatganda o'sha eme Toshkentga boringizlar, lecheniya qilingizlar, o'shadan bala mындай yaxshi bo'lib, to'liqqanды bazat, to'liqqanды suyleydi, o'sha bir emeden gana eme bo'latat deb chiqarib bergendikten, anan keyin Qirg'iz elinden kishine yordam so'rayli deb, ozroq summa bo'lib жатат, kishine 4 seansga borib kelish uchun har bir emesi 100 mingdan aylanganda bile shahar yerinde qilganga байланыштуу анан Qirg'iz elinden yordam so'rab, anan qayrilib chiqdik, qaydыгер qarabasdan shu kishine shu balamdan yaxshi bo'lib ketishini. Peki aytsangiz, siz balangizda hech qanday bunday qappalgan emas. Yo'q, bu kichineke 3 qiz, 1 o'g'il turgan, bu 5-o'g'lim. Anda yo'q, urg'uda yo'q qanday sizlar? Yo'q, anday mesele bo'lgan narsa. Anan keyin o'sha bu bela Xudaydan beri sinov. Anan keyin bala o'sha turganda yaxshi emetken nesli o'sha bir eme bo'lsa, işte bo'lsa aytılmaq deydi. Anam yo'q, hozir bala o'sha bespokойный bo'lib, ko'p o'ylab, bunday shuga cheyin men yaxshi o'tib ketsin deb ko'rsatib, bormagan joyimiz qolmadi oxirinda. Shunda Qirg'iz elinden so'rab jatamiz. Shifosini bersin, o'sha Qirg'iz elida bunday rekvizitlar o'zlarini qo'yib kelingizlar. Ene shunday umid bilan ene baga balamın sınavının sınavında hiç bir bağında bazı nesnelere dair zaten bazı kişiler size zaten yaklaşıyor. Bitmezin kanka değil insanlara karşına yardım bekliyor. Hiç olsa dua bulup şu yaşına işte bazı kişiler yaklaşıyor. Allah razı olsun.